Assalomu alaykum do'stlar. Mana Olma-ota shahri mikrorayon Almerekka kelganmiz. Mana usta burchatga bosatni usta akalari. Assalomu alaykum usta aka. Assalomu alaykum. Harma. Bormi. Mana burchatga bosatir. Usta, endi bu burchatkalarning bahasi qanchadan bu yoqda bosatirgansiz? Shu 4,000 ming bo'pti. 4,000 4,5 ming o'zbek so'mini urganda 100 ming bo'ladi, ha? Молодец. Kuni qancha kvadrat bosasiz? O'zim yolg'iz o'zim ikkita odam bo'lib 50 kvadrat, 60 kvadrat bosamiz. Значит, bir odam 30 kvadratdan. Ha. Молодец. Нормальный pul topadi ekansiz. Unda yaxshi. Ish og'ir biroq, ha? Endi yengil emas endi. Necha yildan beri bu ish bilan shug'ullanasiz? Где-то bir 10 yilcha bo'lib qoldi. Voy, молодец. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. 10 yilcha bo'lib qoldi. Mana aziz obunachilar, agar mabodo shu burchat xizmatlari kerak bo'lsa, Qozog'istonda qaysi mamlakatlarda ishlaysiz? Qozog'istonda, Rossiyada ishlaymiz. Rossiya, Qozog'iston, O'zbekistonda zakaz bo'lsa-ne? O'zbekistonda zakaz bo'lsa ham qilaveramiz. Mana ishina gap yo'q. Unga shunday xizmatlar kerak bo'lsa aytaverasiz. Aha, WhatsApp nomerlarni yozib qoldiramiz. Sog' bo'lasizlar. Hop, mayli, sog' bo'ling.